Sertifikat olsangiz nima qilasiz? Ikkinchi fanimga qattiqroq tayyorlanaman va o'rtoqlarimga sertifikat olganimni yuvib beraman. Xursand bo'laman. Agar 9 olsam boshiga grip qilaman. Agar IELTS olsam, jahon tillariga talaba bo'laman. Xudo xolasa, o'quv kurslarida dars beraman. Sertifikat olsangiz nima qilasiz? Boyib ketaman deydi-ku. Sertifikat olsam, universitetga kirishimga yordam beradi deb o'ylayman. Sertifikat olsangiz nima qilasiz? Sertifikat olsam, men o'qishga kirishimga osonroq bo'ladi. O'qishga kirsam, avvalo ota-onamga rahmat aytaman. Sertifikat olishimga ota-onam sababchi bo'ladi. Agarda men matematikadan sertifikat olsam, men Registon qo'liq filialida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Boshqa ingliz tili yoki matematika o'qimasdim. Bo'ldi, o'qishga topshirardim. Boshqa narsa kerak emas menga. Amerikaga boraman. Agar sertifikat olsam, katta-katta o'qishlarga topshiraman. Cambridge universitetida o'qigan bo'lar edim. Amerikaga ketaman, nufuzli institutlarda ta'lim olaman. Amerikaga ketib, o'qishga ketardim. Sertifikat olsam, birinchi bo'lib ustozlarimga rahmat aytaman, keyin albatta nishonlayman do'stlarim bilan. Agarda men sertifikat olsam, ya'ni IELTS, men Amerikaga o'qishga Oxford topshirmoqchiman.